Aka qo'saq ochqa o'xshamamda. Mani bir yap aka. Bu birni menga qo'saq tuyam tukka. Voy, buningga ko'nib qolamsa tehi. Ala, yedamizmi? Unutmaysiz. Mavlud kel. Ha, qo'sqingiz atsa, cho'kamni yanchma. Yangi Irland ta'mir cho'kan pochqi yangidan bozorga selindi. Sizga yangi ta'ma taqildi. Vah. Cho'kamdan yana bormi-ya? Salam do'stlar. Men Ahad Baqi Qodir. Cho'kan mas'ulotlari sizni Aypatimning kelin tanlashi filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Yok yok kaçır el yüzügemiş ağzının seyir sürge jığılı. Açtan kettim. Oy aşını karab. Ata. Dada. Ben Tunçturk Bey. Bu yak benim Koreyalik kız dostum. Biz toy qilmoqchi. 안녕하세요. Albatta qo'shilsanglar qilaman-da to'yni. Ha, o'tirasizlar. Halaki Yongju Kungjularning qizi emas-da. Koreyalik deydi bu. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Yurasizmi? Nim deydigan var. Yo'q. Men deyman. Lekin Koreya filmlarini ko'ra o't chiqarilgan bo'ldim xoda. Hamda nima deyman? Ha? Bo'pti. Baxtli bo'linglar. Men qo'shildim. Yo'q. Koreyalik bilan futbolsan yaxshi emasmi? Bo'p. Qag'inni bizam qarab pesh qilasiz xotinlar. Hey bala. Ay bu kızın bana taqqat qilmaydi ku. Uyg'urcha yaxshi so'zlayolmaydi. Lekin sen gap qilsam tushundim. Oy undaq bo'lsa, gurich va men yo'q bo'lar ekan bu. Buni undan qanday paramishman? Ben Koreycha o'rganib emasman. Shoma sen desam men Oy bala. Oyna. Kira bayını bunu kelib o'tira o'g'lim. Kira. Oy yuragim, bag'rim, oltinim balam. Aqlliqligingni qaraganda sening. Ne. Birden de Koreya tilini o'rganibsan bu meni. Piyavrindan qo'liqingiz manda bo'lsin. Apa? Sen ismini qanday bilib olding? Uy bolam. Oy biz Koreya filmlarida ikki qiz chiqsalar, birisining ismi Piyavrindan go. Necha yaş kirdingiz? Necha yaş kirdingiz bir daha? 23 yaş kiribsizda. 23 yaş kirib tapa? Nereden geldiniz? Qayerdan keldingiz bir daha? Seuldan keldim yosmida. Seuldan kelibdi. Uy. Tamak itelemsiz. Oy bala. Bo'ldi qilar. Shunday qilib tarjima qilgan shu so'zchi, men o'zim gaplashayotgandek turman. Tamak itelemsiz simida. Mu? Voy, men bahu aqaltis Koreyaning tamoqlarini itelemsiz da'vatman simida. Ne. Ha bo'ldi itamansiz. Ne. Ha. Sushi simida. Ne. Uy. Bayatımdan beri işlep etken Koreyaçı tabakız muşu şuma? Muşu apa muşu. Muşu del aşı Koreyanın aşı tamık şu. Sushi degan tamık. Ya bu enes falan. Benim degenim bak bu ilk taş kazandı itidigan. Bak taş kazandı. Gürüş bilen itidigan tamıkçı. Simida? Oma. Siz bek yaşkensiz. Oy can. Vay siz zaman hoşamet kılın demedim. İlk taş kazanda gürüş, ilk şorpa, seylen kuştuz, arlaştırıp yoğun kuşkun. Yaydıgan gürüşten mi kılağı? Şunu dağıtma çok kazandı ki simida. Apa onun kılalaydı.
Bunu da mı usta? Oy canım balamın kosuğu hiç gitip de. Ne şey. Oy. Matematik yükselt ketkin ne bu altınımdan. Andak olsa sizler toy qilgandan keyin nerede tursizlar? Simida. Sizler birlikte turmuş ettik Smida. Voy bolam. Hay bu Qashqardan kelgan Koreyalikka o'xshaydi ekan bu. Smida. Smida. Andaq bo'lsa, to'yliqlarni qanday qilamiz? Biz zinnat olib beramdik yoki naq pulni beramdik? Naqbulda sağlam buldu, kartı sefer sağlam buldu Smida. Oy bolam demedim oldunom. Bu chetlarga kelim bulan buğdak. Boldu kılaycı. Allah. Siz Batır bilan ikimiz siz eng yaxshi ko'rgan filmdan ariya iletgan Smida. To'g'ri. Apa, ko'r baqa. 오빠, 나 진짜 좋아해요. 알았어. 사랑해요. 오빠. simida. Voy ko'zlarda yo'qlar. Voy men yo'qlar. Ay buchi men bargis kelib bulanmag'idak. Nima bo'ldi bu? Sen amroq yaxshi ko'rdigan film tuğu. Canım balam. Ben yaxshi ko'rgan Koreya filmini qarab 5-chi qismiga kelsam, sizlar bu oxirgi 1 minutini o'ynaysam. Men qanday qilaman? 오빠. Apa? Ha? Sushi'nin insan bulamda. Voy canım balam. Oy. Cık yemen. Bu kosuğun ağırıp kalıdı ha? Yine. Hey Karamacığım şu apamı ağantımı düşündürüşünü okup bir yere etsem hiç düşünmedim ben neyim diyen o. Qara, tarjima qilib olsak bo'ldi. Ekran. Mana. Bo'ldi mana. Oy. O hemen tercüme kıldı o. Bu diken. Acaba kolaylık ya bu. Buca qara, mushu barmoq xat kirgizgich detalının rasmiga tortib tarjima qilish usul. Her qaysi cho'ng kichik app bozorlardan tushirib ola olasiz. Meni qog'oz bo'lib ketdi. Ay bunun için doğumluk yaptırdı ya. Oy kim o bu? Kayısı gici. Bu ben Alo'dan düşürgen qo'ng'iroq ovozi. Buni bu işte güzel kızlar, anakin güzel manzillar, qizg'iriq narsalar hepsi var. Rasman. Ems bunu anlap düşürdük ya. Bunu şu app bazırlar, Alo deb bassanızlar düşüyor. Ay Ems bunu düşürüp bakayma. Ha, düşürüyorlar. Eğer digidanızda çıkmaydıgan bu olsa, bölgünümüz şu. Vay Ayşemxan hoşnam, mübarek bolsun cumu. Kızınla doktorluqni bitirib demasmi? Vay rahmat hoşlan. Ey, qız oldiga onusini do'raydi deb, sizning u qizinglimchi bek esil qız bo'ldi. Mush bankaga opirib, bexatarlik sanduqiga sep saqlab qo'ygidek qizlar u. Vay bek getdan cimo hoşlansizlar. Vay men sizning Botirjon balammo shunchalik aqlli, qo'li oltin, yuragi oltin, umurtqisi oltin, bilim oltin bola bo'ldi. Ay nerede gittin kesilci? Ey hoşlar. Öyle kızlarınla hakikaten gap qilmaydi ekan. Gapdan qolmaganda. Vay nerede gittin deydi kesin. Bu adamın için çok gap qalqaq şeydi. Hey, hoşna. Anı mı dedik, bunu mu dedik?
Endi ne gapni deyishmaylimi? Deyişeyle? Kızınlımı bek çıraylı kız balı oldu. Mening oğlummu tepuluksuz bir jigit oldu. Undaq bo'lgandikin bu ikisini bir-birisiga tanıştırıp bir to'yni qilib qo'ymaylimi? Oye, hoşlan. Buludu, taz buludu. Sınlı bilen kudu buluş, mening en çok arzuyum deyman. Oye, deyishqansan. Estağfurullah, oye, hoşlan. Apa, dada. Oy, kızım, siz bir yerden iş kılatsız. Ayşem papa yaxshimi qanday ahvolingiz? Biz to'y qilaylik deb o'ylashdik. Ha? İşkinlar to'y qilmoqchimi? Kızım, etrafınız şuncha yaxshi yigitlar tursa, Baturni topqinimiz deymisiz? Oye, of. Uy, qo'shnam. Nima davatlar? Qaysi Baturkan? Baturjon. Baychusizlar. Boy qo'liqim oltin, umurtqim oltin, beshim oltin. Kuyog'lim bo'lishni bakma orzu qilatdim degan Baturjon ashushutti. Nar yarmay qoldi. Oye, Baturning nar qoldi. Ya tüzügrek bir mektepni tuturmisa, ya qo'lidan bir ish kelmisa. Oy, qo'shnan, meni bilmaydi deb qamsılcımı? Sizning ey qizvallarım uchun o'zining kuchiga taynib, olgan diplom emas, bu. Yanchiqlar pullar bilan suvab, yulab yurib oldirgan diplom. Men bilmaydi deb qolgan o'xshaydi. Mening o'g'lim qanday maskalsin? Oy, mening qizimchi balut o'ynay oladi. Oy, o'ynasin. Mening o'g'limga o'xshash jahannam Rahatın gelsin. Apa. Arkadaşım. Mening qizimchi hoşnan. Dünyadagi eng chiroyli qiz. Hayvanotlar dünyasıdami? Voy hoşnan nima deyaptilar? Voy bashim. Allah qizlari qarab baqsizlarjimi? Sizning bu qizni mening o'g'lim emas, o'g'limning dadisimi yaratmaydi? Opa bo'ldi qulon. Nima? Bunda urishtalar shu qilgan shu bo'ldi biz bu to'yni qilmayli juramiz. Demişim, qilma. Qizini bir ko'ray. Voy nima? Qo'shnan. Ma'balla bizni chiqchaq qilyapti-da. Kelinglar, bu ishga hargiz to'y qilmaydi. Kim bir piyola choy ichinglar. Bunda ishchi ko'p ketadi demabdimi? Shurkan bisib ketdi. Vallahi bizga chaqchaq qilgan o'xshaydi. U ishkisi qandaqmi to'y qilsin? Hargiz bo'lmaydi. Sizim qo'shilmaysizlar-qachon? Asta-asta kelishib qolamizmi debdimi? Yo'q, hargiz bo'lmag'idek. Voy, qo'shnan. Ular to'y qilib qolsa, ikkimiz xuddi kuchi xo'rasak, kunda so'qishib o'tmaydi. Chiroyli tushirjima qo'shnan. Voy, endi bolanim deb ikkimiz qo'shnichilikdan ayrilib ketsa, men sizga chidamayman. Voy, shu qo'shnan.